Assalomu alaykum, parranda ishqibozlari. Mana navbatdagi kaptarlar uchun mo'ljallangan katagimizni tanishtirib o'tamiz. Video davomida bittadan like, bittadan komment kutib qolamiz. Biz esa videomizni boshladik. Bu katagimiz razmeri uzunligi 2,5 metr, eniga 1,5 metr, balandligi 2,30 da o'z ichiga oladi. Setkalar nejaveka yaltiroq zanglamaydigan setkadan. Osilib ham ko'rsatib ko'ramiz. Uyalar soni 35 ta, arka holatda tayyorlangan. Tepada parlash xonalari va tungi chiroqlari bor, lampochkalari, yo'llariga MDF albatta qo'yilgan. Juda chiroyli qilib, tashqarini ham kraska qilib qo'yganmiz. MDFda silliq tomonini ichkari qilib qo'yib bering deyishdi. Shunda qo'yib berdik. Kraskalarga keladigan bo'lsak, kraskalari toza. MDF kraska nomi esa tilla qo'ng'iz rangdan qilib berganmiz. Hammers kraska. Yo'llarini ham mana so'kirlarini MDFdan chiqarib berganmiz. Eshigimiz kattagina. Butun bo'yiga eshik qilib berganmiz. Profildan eshiklari ham juda chiroyli, akfa eshikka o'xshab shiriq ochilib yopiladi. Buncha mehnatga agar like bosmasangiz, to'g'risini aytganda vijdoningiz yo'q odam ekansiz. Xafa bo'lmang-ku. Haqiqat achchiq bo'ladi-da shunaqa. Ketaydi, qarang mana. Bu bir haftalik mehnatda bu. Labodan ham chiroyli turibdi mana. Ha. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekran ostida nomer qoldiramiz. Albatta aloqaga chiqing. Narxlari chiroyli narxda qilib beramiz. Dastavkalarni ham kelishilgan holda qilib beramiz. Manzil Namangan viloyati Uchtepa tumani Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Like bosmaganlar like bosishni unutmang.